bemalol suhbat qilamiz. Bu intervyu emas. Qiynaysizmi? Niyat qilib kelgansiz. Inson baribir tirik jon. O'yindan keyin yo'lga chiqish kechasi bilan uchiladi. Yana ham primoy reyslar bas Yevropadan bilasizlar. Bunyodkorda juda ko'p o'yin o'tkazishgan. Shu stadionda og'ir deyishadi. Agar muvaffaqiyatsizlik bo'lib ketsa, sizga faqat va faqat sizga tosh otilishidan qo'rqmadingizmi o'sha qabul qilayotganda? Men kuchli bo'lishimiz mumkin, ustunligingiz ham bo'lishi mumkin, qayerdadir omad, qayerdadir har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. Mana shu Qirg'iziston bilan o'yindan oldin kimni tanimasdingiz tarkibdan? Elyor, siz Qirg'iziston bilan o'yinga 5 ball yetizimni necha ball qo'yasiz? Xolis. 1-0 ligida ham biz baribir ochiladi deb o'yladik, lekin 1-0 da ham baribir ular yopiq o'ynadi. Shu tarkib menimcha optimal variant ekan degan deyapti. Temur Kapadze o'z vaqtida nahotki tanaffusda hech kimga hech narsa demadi. Ko'rsatma Jalolning intervyusini ko'rdingiz? Futbolchi qanaqa maydondasan? San qanaqa bilmasliging. Ko'p joyda musohaba bo'layotgan savol. Biz bugun Erondan kuchlimizmi? Biz bugun Erondan Assalomu alaykum barchaga. Yana kun podkastida siz bilan ko'rishganimizdan bag'oyat xursandmiz. Demak, bugun juda ham aktual mavzu haqida gaplashamiz va bugungi mehmonlarimiz taniqli sport sharhlovchisi, jurnalist Bobur Akmalov hamda O'zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi, o'zbek futboli afsonasi Temur aka Kapadze. Assalomu alaykum akalar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men mezbonman, mehmonman bilmayman Elyor. Endi o'zingiz tomonni o'zingiz hal qilasiz. Siz agar savol ko'proq beradigan bo'lsangiz, men Temur aka bilan agar javob beradigan bo'lsam, balki opponentdirmiz bugun Temur aka bilan, chunki juda ko'plab mavzular bo'ldi, munozarali va o'zimda ham savollar yig'ilib qolgan bularga nisbatan. Ehtimol ayrim javoblaringizga menda qarshi javoblar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun qayoqqa qarab, oqim qayerga ketishiga qarab ko'ramizda endi, qaysi tomonga qarab. Qiynamasalar nima? Yo'q, aka, suhbat erkin, bemalol suhbat qilamiz. Bu intervyu emas. Qiynaysizmi? Niyat qilib kelgansiz. Mayli, men ham tayyorman. Harakat qilaman. Nimagadir javob berish, berolmasam berolmayman deyman. Xo'p, bizning studiyada juda ko'plab futbol odamlari mehmon bo'lishgan, kalibriga qarab kattasidan kichigigacha. Milliy jamoa murabbiyi sifatida bu juda noyob tashrif. Kelganingiz juda noyob. Ayni milliy jamoada ishlab turganingiz va bundan maksimal foydalanishimiz kerak. Shuning uchun o'zi avvalo kirish so'zini xuddi matbuot anjumanlari kabi sizdan eshitganimiz yaxshi edi. Elyor, men tashabbusni oldim o'zimga. Bemalol. Ya'ni mana shu siz boshqaruvda bo'lgan ikkita o'yin. Hozirgi holatingiz qanaqa? Ikki o'yinda milliy jamoamizni olishdan avvalgi holatingiz qanaqa edi? O'zi mana shu ikki o'yin o'rtasida nimalarni yashab o'tdingiz? Endi albatta o'yindan oldin tashvish ko'p edi. Hozir endi ikkita o'yin o'tdi, ozgina bo'lsa ham bu tashvishlar chekkiga o'tdi, chunki Xudoga shukr baribir yomon o'tmadi ikkita o'yin ham. Chunki tashvish nima deydi birinchi navbatda? Albatta mas'uliyat, hamma narsani tushuntiramiz. Tashvish vaqt ziqligida, chunki bu jamoada men endi qabul qildim desa bo'ladi, chunki undan oldingi yig'inda deyarli boshqa futbolchilar edi, bu yig'inga endi qo'shilishdi va 20-da o'yin bo'lsa, to'g'ri biz 16-da zborga kirdik, lekin kechga yaqin kirdik. Lekin futbolchilar 17-da, kimdir 18-da keldi. 2 kun oldin deyarli futbolchilar hammamiz yig'ilganimiz 2 kun oldin bo'ldi. Unisi ham 18-da deyarli baribir polnoценный trenirovka o'tkazolmadik. Endi harakat qildik taktikki qaysi ishlamlarni qilish, lekin ayrim futbolchilar yo'ldan kelgani uchun unaqa katta nagruzka yoki oxirgacha trenirovkani o'tkaza olmadi. Faqat bir kun o'yindan oldingi mashg'ulot, u ham 1 soat beriladi. Mana shu narsalarni tushungan holda, albatta ularda birinchidan ular 17-18da kelgandan keyin biz ularni tiklash jarayoni bilan ovora bo'ldik, chunki hammasi o'yinlardan keyin kelyapti, yo'ldan kelishyapti. Inson baribir tirik jon. O'yindan keyin yo'lga chiqish kechasi bilan uchiladi. Yana ham primoy reyslar bas Yevropadan bilasizlar, Turkiya orqali yoki albatta orasida yana tranzitniy yo'llari bor. Uni ustiga chisovoy poyezd, soat farqi bor, iqlim, hamma narsa albatta bu
balkim chekkadan oson tuyulishi mumkin, lekin futbolchilarga maydonga chiqish 2 kundan keyin maydonga chiqish yo'ldan kelib bu adaptatsion narsa baribir o'zini ta'sir qiladi. Chunki o'sha Eldor desin aytaylik yoki boshqalar kelganlar baribir o'zini unaqa optimal formada his qilmaydi. O'sha shu narsalar albatta biz tushungan holda bu tashvishni uni ustiga u Qirg'izistonga qarshi ularni tushuntirish kerak. Eski o'yinlarda o'sha oldingi o'yinlarda o'sha teoriyada ko'rsatib, mana shu yerda kamchiliklarimiz qanaqa bo'lgan, ular nima orqali o'ynayapti, biz nima orqali o'ynasak bo'ladi, yaxshi taraflarini oldik, mana shu yerda qaranglar, mana shu situatsiyada mana shunaqa bo'lganimizda ancha yaxshi, yoki mana shu yerda kamchilik bor hujumda yoki himoyada, qaranglar nima orqali qilyapti. Bu narsalar tushuntirishga harakat qildik. Maydonda ozgina o'sha situatsiyalarda jarayonda o'sha bitta jamoa deylik Qirg'izistonga taktikasida amalga oshirib bersa, bittasi o'sha situatsiyalarda bajarishga harakat qildik. Shu 2 kun bo'lsa ham bir narsalar futbolchilarga yetkazishga harakat qilib, buni mana shunaqa tashvish bilan yurdik. O'shaning uchun lekin unga qaramasdan ham menimcha normal Qirg'izistonga qarshi nastroyimiz ham hamma narsa yaxshi edi. To'g'ri uyda o'ynayapmiz. Ularning motivatsiyasini ham bilamiz, qanaqa motivatsiya bo'lgan, baribir qo'shnichilik bor, undan tashqari albatta. Endi bu derbida. Derbida o'ziga yarasha, lekin o'ylaymanki o'yinda deyarli ularga imkoniyat qoldirmasdan harakat qildi bolalar. Pressing qanaqa qilishlik, pressingda ham o'zi totalniy преимущество bo'ldi, faqat bu o'yinda menimcha yana 1-2 gol yetishmadi deb o'ylayman, chunki imkoniyatlar ham bo'ldi aslida, albatta qayerdadir realizatsiya, qayerdadir ularda darvozaboni yaxshi ishtirok qildi, lekin umuman преимущество tarafdan zarbalar bo'lsin, har tomondan totalniy преимущество bo'ldi. Faqat bu o'yinda endi albatta men ham endi eshitdim, ko'rdim, balkim kimdadir baribir qanaqadir asadik bo'ldi, qani 2-3-0 bo'lganda boshi nasringda ketilardi. Mayli, bunga ham shukr biz qildik, chunki futbol g'alni 3 ochko oldik. 1-0 albatta ikkinchi taymda balki yana ham ko'proq bosim qilishimiz mumkin edi. Qildik ham, prinsip kontrol qildik. Lekin ular ochilmadi. Ochilganda balkim yana anaqa bo'lardi. Biz ham shoshiladigan joyimiz yo'q edi. Siz futbolchi bo'lib Temur aka bu maydonda o'ynagansiz. Juda ko'p o'ynagansiz. Endi to'g'ri, ko'proq u paytda Paxtakor edi asosiy stadion, Bunyodkor keyin qurildi. Bunyodkorda juda ko'p o'yin o'tkazishgan. Shu stadionni og'ir deyishadi. Yo'q, nima uchun og'ir bo'la, mana biz muxlis sifatida tushunmaymiz. U yerga tushib o'ynagan biladi. Siz o'ynagansiz ham, murabbiy sifatida ham chetda turasiz. Nimaga bu maydon og'ir? Endi bilmadim unaqa og'irligini yoki o'yinlar balkim qiyin o'tayotgandir balkim. Maydonda yugurayotganda qanaqadir og'irlik unaqa sezilmaydi. Holatchi maydonning holati. Yo'q, holati ham ayrim paytlarda ayrim holatlar bo'lganda, vaziyatlar, shu maydon yaxshi darajada chimda, u ayniqsa o'sha yoz kunlarida isib ketganda bo'ladigan hol, hozirgi kunda menimcha holati ham yaxshi edi. Bolalardan yoki kimlardan men unaqa narsani shu maydon og'ir, atrofdan ham eshitmaganmisiz? Juda ko'p yo'q, shu og'ir, endi buni ana Irimga ko'proq shu u paytda bunaqa qurilganda shu norozilik ko'p bo'lgan degan narsalar odamlar eshitganmiz. Albatta, bu ham o'ziga yarasha balkim qanaqa ta'sir bo'lishi mumkin. Odam norozi narsada hech qachon baraka bo'lmaydi degan narsa bor. Bunga biz bilamiz bu narsani. Endi bugun o'sha vaqti ham o'tdi deb o'ylayman. Baribir odamlar rozilik bilan o'yin keladi. Bu milliy terma jamoa. Sizda sezilmaydi bu. O'sha yerda unaqa davleniya yoki shu Bunyodkorda o'ynayapmiz. O'sha bu narsadan o'tdik demoqchiman. Boshida balkim oldinlar balkim qanaqadir, chunki gap so'zi ko'p edi bu narsa. Boshqa stadionlar bilan solishtirganingizda gap so'zi ko'p edi. Ya'ni o'ynashda, erkinlikda hech qanaqa farq yo'qmi? Deylik Paxtakor bilan yo'q. Menimcha futbolchilar o'zi bunga adaptatsiya bo'lgan. To'g'ri, chunki Bunyodkor baribir tribunalar yaqinroq, aurasi boshqacha, ana naprejeniyasini sezadi, har bir muxlisni sezadi, baribir uni nafasini, uni baqirishini, ko'prik bo'lsa, undan ham anaqa bu narsa balkim o'zini rolini o'ynashi mumkin. Paxtakor u tarafdan albatta tribunalar bilasizlar uzoqroq va deyarli siz maydondasiz. Unaqa anaqasini bosim unchalik bo'lmaydi. To'g'ri, butun stadion bo'lsa anaqa bo'ladi, общий shum bo'ladi-da. Bu tarafi bo'lishi mumkin. Bunga o'ynaverib
baribir adaptatsiya bo'ladida, futbolchilar уже sezadi va bu narsa bilan уже yashash to'g'ri keladi. Sizda ham adaptatsiya bo'ldi. Qaysi ma'noda? Bosh murabbiy sifatida bu o'yinlarda sezilyapti, aka. Lekin bitta narsa qiziqtirdi meni. Mana shu yergacha jamoa Kataniya bilan keldi va 3-turdan keyin murabbiy almashdi. Yutuqlari yaxshi, ya'ni shu paytgacha sizga o'tgunga qadar ham yutuqlar yaxshi natija bilan kelishdi va hozir ham yaxshi mana davom etishyapti. Aka, agar jahon chempionatiga chiqilsa, bu yerda Kataniyasning ham hissasi bor degan fikr bo'ladi baribir. Kimning yutug'i bo'ladi deng? Ha, u bitta masala. Agar muvaffaqiyatsizlik bo'lib ketsa, sizga faqat va faqat sizga tosh otilishidan qo'rqmadingizmi o'sha qabul qilayotganda? Endi hamma narsa xayoldan o'tadi, albatta hech anaqa joyi yo'q. Lekin bu terma jamoa, men o'ylaymanki, har bir murabbiyimiz buning uchun tayyor turish kerak. Yo'q deya olmaysiz-da. Ham yo'q ham mayli, yo'q desa bo'ladi. Bo'ladi. Yo'q, anaqa отказ qilasan, albatta. Sizga yo'q deganingizdan keyin qo'yib berishadimi? Yo'q. Shunaqasi bo'ladimi? Albatta bu deyarli buyruq bo'ladi-yu. Endi bu darajaga birinchidan ular ham rahbariyat ham hamma narsa ular o'z-o'zidan meni tanlovim yoki bosh murabbiyni terma jamoa nimaligini bilishadi, eplay oladimi bu murabbiy, hamma narsani solishtirgan holda bo'ladigan narsa-ku. Ular ham meni tanlovimga tushguncha qancha kim bilan aloqaga chiqishmadi, maslahat o'sha federatsiyada bo'lsin, rahbariyat bo'lsin, futbolchilar bilan bo'lsin, hamma narsa fikrlarni bilib, o'shandan keyin bitta qarorga keldi-da. Hamma tarafdan meni xohlayotgan bo'lsa, men nima albatta yo'q deyishim kerak. Ikkinchidan, o'zimga ham baribir ozmi ko'pmi ishonchim ham bor. Eplay olishim. O'shaning uchun albatta hech anaqa albatta xotir bu narsa bo'ladi, lekin Elyor bergan savolda eng asosiy kalit kulchi o'ydaymiz-ku. G'alaba uniki, mag'lubiyat sizniki bo'ladi. Shu haqda o'ylab ko'rganmiz. To'g'risini aytsam, men futbolchilardan ham yoki boshqa bu vaziyatdan amallasa bo'ladigan bunga ishonchim bor edi va hech unaqa qo'rquv, futbol buni tushuntiraman. Men даже Olimpiada yo'llamasini kirayotganda oxirgacha baribir tashvishda bo'lasiz, chunki bu hammamiz bu sport. Kafolat berilmagan demoqchisiz. Chunki maydonga chiqiladi, ming kuchli bo'lishimiz mumkin, ustunligingiz ham bo'lishi mumkin, qayerdadir omad, qayerdadir har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. Sudetskiy faktori bor, psixologik faktorlar, ko'p narsalar rol o'ynaydi. Buni siz oldindan bo'ldi, ana meni prezentatsiya qildim, mana shu bo'ldi, topshiraman, aniq 100% bilaman, shu hammasi to'g'ri. Tekshirib berishdi. Buni unaqa qila olmaysiz. Siz tayyorlaysiz. Maydonga chiqqandan keyin hatto o'zi raqib jamoa ham bor, xuddi shunaqa chiqib harakat qiladi. Hatto o'shaning uchun o'yindan oldin to'g'ri tayyorgarlik ko'rasiz, ishonasiz, lekin bu futbol buni hech kim 100% kafolat bera olmaydi. Lekin ishonch bilan harakat qilib, shunga yarasha mehnat orqali ishlab demak, tushunishim bo'yicha siz qabul qilishdan oldin bu jamoani jahon chempionatiga olib chiqishingizga deyarli ishonchingiz komil edi. To'g'risini aytsam, tushunib turibman, qiyin vaziyatda, chunki o'yinlar oson o'yinlar qolmaganda. Birinchi krugga qaraganda, ikkinchi krug baribir qiyinroq edi. Chunki Eron vyezda, Emirat vyezda, допустим, Koreya o'tildi, Qirg'iziston faqat bo'lyapti. Qatar bilan o'yinimiz bor. Qatar bilan uyda, oxirgi uchrashuv. Shuning uchun bu vaziyatdan batda ko'proq tashvishim vaqt kamligidan. Chunki tezroq kirishib ketishim kerak, kommunikatsiya bo'lishim kerak, futbolchilar kelib baribir anaqa bo'ladi-da, unga ozgina vaqt kerak-da. Ana birinchi o'yinda ozgina anaqa edi. O'zi birinchi o'yindan keyin ancha baribir yaqinlashdim. Ancha futbolchilarni yana ham yaxshiroq bilib oldim. Uni harakatlarini, kamchiliklarini, ko'zga tashlangan narsalar yoki umuman bu narsaga undan oldin taniyman ko'pini, baribir ish jarayonidagi boshqa vaziyat. Ko'pini taniganingiz bu endi futbolchilar bilan tanishligingiz, bu o'zbek futboli, lekin mana shu Qirg'iziston bilan o'yindan oldin kimni tanimasdingiz tarkibda? Yo'q. Ya'ni aytmoqchimanki, deyarli kommunikatsiya kamroq bo'lgan. Taniyman, lekin допустим, Eldor bo'lsin yoki undan oldin kim bilandir men
o'ynagan joyim bor yoki kimgadir murabbiy qilgan Salomaligingiz joyim bor murabbiylik, yo'q ha. dajada Ha. lekin unda hatto futbolchilar bor kim bilandir man faqat o'sha boshqa jamoalarda ko'rgan Ha, ta'sirim bor. shuni Ular bilan- so'rayapman. Da, unaqalar ko'p-ku. Ya'ni yaqin tanimaganlaringiz, Da, va ular- qo'l ostingizda o'ynamaganlari. Xuddi unaqalar ko'p. Unaqalar bilan kimlar edi aynan masalan nechta futbolchini tanimaysiz? Ya'ni ishingizni qiyinlik yoki osonligi shundan ham kelib chiqadi-da. Aha. 70% odamni tanimasangiz sizga Ya, no, qiyinroq. qarang, даже O'rta Osiyo Otabek Shukurov bo'lsin, Hamrabekov bo'lsin, kim Abdulla bo'lsin, Markaz. Umar bo'lsin, no mayli, ular yana Iordaniyada ozgina ular bilan bo'ldim, aniq qildimda. Zaxiradagilar futbolchilar bo'lsin, baribir darvozabon bo'lsin, hammasi bilan baribir tanishmiz hamma narsa, lekin ish jarayonida endi to'qnashib kelyapsiz. O'yinlarni ko'rib chiqdim, analiz qildim. Taktikani bilib turibman, ko'p narsa o'zgartirish qiyin, lekin nima o'zgartirsa bo'ladi? Himoyada ham, hujumda ham nima o'zgartirsa bo'ladi? Nima kamchiliklarimiz ko'zga tashlangan? Hamma narsani o'rganib chiqib bolalarga ko'rsatishga harakat qildim. Qaranglar, mana shu bu vaziyatda davom pressingga mana shunday borganimiz yaxshiroq yoki bular bunaqa qilyapti, biz vaqtda kutganimiz foydasi yo'q. Navorot to'sqinlik qilishimiz kerak yoki nima kutishimiz kerak yoki hujumga borayotganimizda nima qo'shsak bo'ladi, nimaga uzatma qilyapmiz, lekin biz tayyor emasmiz bu uzatmaga. Hozir ochilmasdan ozgina organizatsiya qilsa bo'ladi degan. Ya'ni mana shu Muhim gap aytdingiz-da, nega bunaqa uzatma qilyapmiz, lekin tayyor emasmiz. Ha, qarang, shunaqa joylari bor-da. Hozir gapingizni bo'lib bitta savol bermoqchiman. Elyor, siz Qirg'iziston bilan o'yinga 5 ball tizimda necha ball qo'yasiz? Xolis. Terma jamoamizga Milliy jamoa murabbiyi o'tirgani uchun emas. Qirg'iziston bilan o'yinda. yuqori ball qo'yishim ham bu men 5 dan nechi? 4. Siz murabbiy sifatida nechaga baholaysiz o'z jamoangizni? ham endi Qirg'iziston bilan o'yinda. 5 ham deyishim mumkin, 4 ham deyishim Bittasini mumkin, ayting. 3 ham deyishim mumkin. No, gap unda emas, baholashda. Men aynan Chunki shundan kelib chiqib baholash uchun- savol bermoqchiman. Da, baholash uchun agar o'yinni ana ko'rsata olmadi, что biz konkretno to'g'ri. Siz xohlagan narsa ko'rinmadi o'yinda. Ya'ni aytmoqchiman, chiqdik, nastroy yaxshi edi, ular nima qilishini kutardik, bilardik va biz nima qilishimizni ham примерно tushuntira oldik. Prinsipi o'yin boshidan ham yaxshi o'yin ketdi, vaziyatlar ular ham agressivroq o'ynashni boshladi. Boshida. Da 20 minut penaltigacha, undan o'sha udaniyagacha prinsipi. Keyin sekin birinchi bo'lim yana ular ochiqroq edi baribir. Birinchi bo'lim baribir ochiqroq edi. Ikkinchi bo'limda уже конкретно понятно, уже Yotishdi. Da, birinchi bo'lim baribir ochiqroq edi. Даже 10 kishi qolganda ham u penalti bo'lmagandan keyin ham ular hali anaqa o'sha nastroyda anaqasida Energiya harakat bilan. qiladi. Va bo'shliqlar ko'p edi, bo'shliqlar ko'p edi. Hatto yana ko'rsa, ikkinchi bo'lim уже albatta ular уже avtobus deymizmi yoki boshqa deymizmi, уже оборонник To'sib qo'yildi. to'sib qo'ydi. Счет 1-0 edi, lekin endi 1-0 ligida ham biz baribir ochiladi deb o'yladik, lekin 1-0 da ham baribir ular yopiq o'ynadi. Qaysidir shansini kutdi va ertaroq urganimizda balkim ochilib ketardi, bu aniq edi. Просто 1-0 baribir komandani tonusda ushatdi. Qirg'izistonda tonusda ushadi, chunki baribir qanaqadir shans chiqib qolar, hozir standart bo'lib qolishi mumkin, qarshi hujumda shu narsa ushadi. Agar yana bitta urganimizda ertaroq va уже bo'l tashlavorardi, yarimi tashlardi balkim уже, lekin ular ancha kuch yo'qotdi. Ancha harakat qildi. Biz to'p bilan flankdan flanga almashtirdik, u qildik, bu qildi, yarim himoya. Himoyalanish doim og'ir bo'lgan. Конечно, ularda просто biz yana ham individual harakatlar ko'proq qo'shsak bo'lardi. Yana ham bosimda o'sha shtrafnoy ichi 11 da ichiga ko'proq qilishimiz mumkin edi. Ayrim momentlarda ham bo'ldi, no prinsip biz shoshiladigan joyimiz yo'q edi. Lekin hozir mana ikkita o'yinni taqqoslayapmiz-ku. Va o'sha balaviy mana такая situatsiya. Prinsip hamma bolalar yaxshi harakat qildi, bor ko'rsatmani qildi va undan ortini qila olardi. Uni ham Hozir Elyor qarang, mana shu joyda bitta mavzu kelib qoldi. Esimdan chiqmasin. Men bekorga so'ramadim baho qo'yish. Misol uchun siz jamoaga yaxshi baho qo'yayotgandingiz, lekin o'z ishingizga qanaqa baho qo'yasiz? Temur Kapadze, to'xtang. Temur Kapadze Qizilga reaksiya bildirmadi. Temur Kapadze o'z vaqtida nahotki tanaffusda hech kimga hech narsa demadi. Ko'rsatma Jalolning intervyusini ko'rdingiz. To'g'ri, aybi sizga ag'darib qo'ydi o'sha vaziyatda. Agar shunaqa oladigan bo'lsak va bundan kelib chiqib rostdan shunaqa bo'ldimi? Ya.
man bu narsaga birinchidan Jalolni intervyusini ana atributlaridan chiqdim. Men uni vaqti hazilga oldim. O'sha gapini ko'rdingizmi? Da, o'sha hazil u rostdan aytilganmi yo hazilga aytilgan narsami? Hali o'zidan so'ramadingizmi? Yo'q, men o'zi kech payt ko'rdim. Ha, uni kech payt. O'zi qachon chiqdi? Lekin 3-4 kun bo'ldi. 3-4 kun bo'ldi. Lekin u o'yindan oldin deyarli Erondan Qirg'izda, o'yindan oldin bo'lgan. Erondan oldin chiqqan. Erondan oldin intervyu berib keyin ketdi. Yo'q, o'sha vaziyat. Men to'g'risini aytsam, na telefonda yoki boshqa narsa yetkazishmadimi? Men kecha bu narsani endi baribir o'sha anaqada chiqadi-da, ko'rdim. No, polniy intervyusini bas, o'sha atribukini, что Hojimat o'tirganda 10 kishi qolgan ekanmiz degan anaqa qilib, men endi to'g'risini aytsam, не знаю, qanchalik bu rostdan gapirdimi yoki hazilga o'shdagi anaqa Shu muhitga qo'shilib qoldimi deb o'yladim men. O'shda balkim piarni anaqagami yoki boshqa narsaga bilmayman. No, birinchidan agar unaqa gapirgan bo'lsa, unga minus. Qaysi ma'noda? Chunki futbolchi qanaqa maydondasan, san qanaqa bilmasliging. Mayli u paytda, balkim u paytda ular penalti tepaman deb kim tepadi, balkim u vaziyatni qo'yib yuborish ehtimoli bor. Yo'q emas. Undan keyin baribir o'yinda oxirigacha bilmasligi mumkin emas-ku. Da, o'yinda san hamma bilib o'tiribdi, san qanaqa bilmasing mumkin? No, это такой момент. И перерывda, в принципе, men общий temada ham o'sha bir prinsip individualni o'tildi. Понятно, перерывda kimdir oshqa yo'lga o'tadi, aqab yuriladi, kimgadir individualni berasiz. Men shu ko'pincha zashtinlarga berdim, chunki yaqinroq turinglar, podborga anaqa turinglar deb aytdim. Bitta napadaychi qoldi dedim, san o'sha paytda og'zingizdan chiqdimi? Bolalar, biz bir kishi ko'pmiz degan narsani aytdingizmi? Ishni bolalar hammasi biladi bu narsani. Men bilmadim, balkim bir ikki kishi bular qanaqa eshitdimi, eshitmadimmi, lekin men aniq bilaman, himoyachilarga ham aytdim, bitta qoldi dedim. Unga примерно akkuratni bo'lasizlar, по-любому uzatma orqali unga harakat qilishadi agar yo'qotilsa. Sizlar yaqinroq turinglar, deb sразу bosim o'tkazishga. Shu eng aytgan narsam men ularga dedim. Chunki birinchi bo'limda ham yo'q joyda ko'p yo'qotildi. Ular keyin tempni yo'qotishni boshladi. O'sha oxirlarda eslanganda bo'lsa, bir yotdi, atvorot bo'ldi, bir shtrafnoy bo'ldi. Dedim, yo'q joyda yo'qotmanglar dedim, shoshmanglar dedim. Yana almashtiringlar, yaxshiroq vaziyatni topinglar dedim. Hatto biz уже yaxshi vaziyatda dedim, o'shdan bosinglar. Shoshiladigan joy bas dedim. Yana общий temada gapirdim. No, men xayolimdan o'tmadi, что kimdir yana hali bilmaydi. Bu bilmayotganini, da, unaqa narsa, no, это такой, no, bo'lar ekan, значит, rostdan ham. Endi e'tiborli bo'laman-da. Yo, menda batta hech anaqa joyi yo'q. Men xayolimdan даже aytmagan, что kimdir akasi anaqa. Men общий o'shda aytganda gapirilgan bu narsa. Men hozir просто da каждый momentda hozir eslolmayapman-da bu narsa hozir. Unda menda mingta fikr o'yin, undan keyin tashvish, men уже o'yin paytida уже Eronda o'ylaysiz, boshqa qilasiz, tam kechirasiz. Bu o'tirib anaqa qilib, hamma o'sha stadiondan tashqari hamma ichidagi hamma bilib o'tiribdi. Bog'cha bu deng, detsat deng. Agar bu javob bilmayotgan bo'lsa, balkim o'sha penalti bilan ovora bo'lishi mumkin. Batta hech aniq joy emas. Men hozir birinchidan bu narsani agar o'shda gapirisham o'zi noto'g'ri, bilmayotgan narsani o'shda o'ziga minus qilinayotgan narsa. Endi buni qanaqa ma'noda gapirdi Jalol? Ya'ni biz bosaverdik, o'ynayverdik, ular xuddi 11 kishi bo'lib o'ynagandek taassurot uyg'otdi, deyapti-da. Ya'ni 10 kishi bo'lib qolganini men sezmadim degani, raqib kamaymagandek xuddi. Ya'ni ularning himoyasi kamaymagan. Ular o'zi 5-3-2 o'ynadi, ikkita hujumchi bilan o'ynadi. Ular kamdan kam oboronaga qaytib yordamlashadi. Kamdan kam. Ular ikki kishi o'sha Kojo bilan yana o'sha bitta armashib turadi. Oldiga qochishga doim tayyor. Bular olgandan keyin ularga длинный qilib tashlaydi. Nimaga 3 ta zashitni kerak, ikkita hujumchi постоянно o'shda turadi. Birga bir ham qolsa bo'ladi. No, zonalar kattada, yugurishga to'g'ri keladi. Har xil vaziyat bor. Bu osondan gapirish. Ular ikkita hujumchi har doim oldida. Bular o'sha deyarli 8 kishi Novarata bilan. Oboronada 5-3 stroga turadi. Qiyin, 8 kishini ham oboronadan o'tish juda qiyin. Bu oson narsa emas. Devorda, devor. Пространство yo'q. Bu ana qarang, Manchester City bo'lsin yoki boshqa, ular hammasi qiynaladi. Raskrivat qilish. O'shaning uchun u sezmagan. Hatto bitta hujumchi qoldi oldida. Qolgani albatta himoyada hech nima o'zgargani yo'q. Orqaga qaramagan bo'lsa. Hech nima o'zgargani yo'q. Albatta xuddi shuncha pokolичество shuncha futbolchi edi. Da, bo'ldi. Albatta hech aniq yo'q. Men hozir Jalol
anaqa qildimi yoki boshqa men bu narsani o'sha yerdagi hazil huzulga olyapman, bo'ldi, boshqa narsaga olmayapman. Agar rostdan ham bilmasdan bilmagan bo'lsa, bo'lishi mumkin, uni ham aniq qilaman. Lekin o'sha yerda gapirib, men bilmas ekanman, ikkita ham o'ynab, atrofda hamma futbolchilar ham, men undan keyin kim bilan yana kecha o'sha eshitgandan keyin как раз kim bilan Abbos bilan ham tam yana kimlarni gaplashdim, sizlar endi o'zi sizlar ham bilmadingiz, boshqa masalada o'zi gaplashdik-ku, просто anaqa menga qara, san ham bilma, yo'q aka, qanaqa bilmaysiz deyapti-da, qizil bilardik deyapti, o'ynadik-ku deyapti, qizilligini ko'rdik deyapti. Demak, такой момент-da, o'zlari o'sha yerda muhitga tushib shunaqa degan. Ну, ладно, я уже bu такой момент, o'shaning uchun это не важный момент, menga qolsa, men наоборот balkim ular o'zi keyin agar 11 kishi bo'lganda balkim yana oshiqroq bo'lardi, bizga ham yana osonroq bo'lishi ehtimoli bor degandek qildim. Bu hech anaqa joyi emas. 10 kishi qoldi, bizga undan ham osonroq bo'ldi, chunki o'sha deyarli ularda undan oldin ham xavf baribir qaytada bo'lishi ehtimoli bor edi, chunki 90 minutda baribir ikkita napadashi nimadir harakat qilishardi, lekin bitta qolgandan keyin o'sha ancha osonlashtirdi, işte ular qarshi hujumda bir narsa qilish ehtimoli kamaydi. Lekin bitta tomoni bor-da aka, masalan, ular baribir 10 kishi bo'lgandan keyin baribir taktik sxema o'zgarib ketadi va birinchi taymda bo'lyapti bu narsa, ikkinchi taymda baribir taktik sxema yana o'zgartirilishi kerak bo'ladi. Reja o'zgarib ketadi. Shu reja demak o'zgarmagan ikkinchi taymda. Kimda? O'zbekistonda, sizda. Ya, endi reaksiyasini bilmaymiz. Birinchidan ulardikini agar ochiq prinsipi birinchi taym normalni ketyapti. Nima o'zgaradi? Endi ikkinchi bo'limda ular yana 1-0 yutqizib turib, yana ham mana shunaqa ziq yotib oladi degan narsa. Ular o'zgartirmaganini aytyapsiz. Da, ular endi по-любому birinchi bo'limda biz ikkinchi taymda yotib oldi. Ikkinchi taym yana ham ziqroq turdi. Strojeroq o'ynadi. Birinchi bo'limda yana sizga ko'pchilikning e'tirozi nimada bo'ldi, aytaymi? Ya'ni bu qizilga reaksiya qilmadi. Qanday reaksiya qilmadi? Qanday? Ikkita tayanch futbol zonasidagi futbolchi bilan o'ynadi oxirigacha O'zbekiston. Ya'ni Otabek Shukurov bilan Odil Hamrobekov. Agar bir kishi kam bo'lib qolganda raqib va uning jarima maydonchasini yorib kirish kerak bo'lganda, nima uchun bitta tayanch futbolchini olmayapti-da, hujumkorroq o'yinchi qo'shmayapti maydonga? Chunki bizda endi himoyalanish masalasi ikkinchi planga o'tdi. Raqib bitta kam, u asosida himoyalanyapti. Keyin uni qildimi? Kechroq qildim. Men to'xtanglar. Ya'ni bitta narsani tushunaman. Yo'q, men u narsani o'zim ham tushunib turibman. Ya kech qoldingizmi yo o'zingiz bilib qildingizmi? Yo'q. Kech qolganim yo'q. Men sizlar endi to'g'ri aytdan tushunasizlar, boshqa anaqa bo'lishi mumkin da, uzr, lekin men ham tushunib turibman. Men trenerman da, har bir futbolchidan ham boshqasidan ham men ko'proq ko'ryapman, ko'proqda nima o'zgartirsam bo'ladi, o'zgartirsam bo'ladi. Men 3 ta zashni bittasini ham olib tashlab yana churmoqchi edim. U vaziyatda ham o'yladim, bu vaziyatda ham o'yladim. Trenerlar bilan ham gaplashdim-da, buni olib tashlab yana bitta hujumchi tushirsak. U variantini ham o'yladik. Tam shu в голове прокручивать. Потом keyin ular zamina qildi, yana agressivniroq ketishni boshladim, to'xtadim. Hozir bitta zashni olib tashlasangiz, ikkitaga qolsangiz, значит, krayniy zashnlarim ozgina stroje o'ynashga to'g'ri kelishi bo'ladi. Endi bitta faktor. Alijonov birinchi bo'limdan beri ancha harakat qildi. U foydali oldida turibdi. O'zi hujumda biz yetarli bo'lyapmiz o'zi odam. Chunki kraynlarimiz chiqqan, 3 tasi napadayishimiz bor, plus Otash deyarli qo'shilyapti. Bitta Hamrabekov 4 kishi bitta 3 ta zashni. Ular ham yaqinroq podvorda turibdi. Bitta такой момент. Просто biz deyarli hujumdamiz-ku. Yana bitta zashni doman cho'p haqqa doman hozir. Men kutyapman, hozir gol uramiz. Bitta yana urganimizda men, конечно, tezda kardinalni hamma narsani o'zgartirish qilardim. Lekin 1-0 ham такой situatsiya edi. Nozik hozir. Ehtiyot bo'lish kerak. Kechirasizlar, birinchi o'yinim. 2 kun bo'lyapti. Bosim bor, boshqasi bor. To'g'ri. Uchashku Deyman, hozir uramiz. Momentlar bor. Birinchi bo'limdan ikkinchi bo'limdan prinsipi такая situatsiya. Shuncha standartlar bo'lyapti, boshqasi bo'lyapti. Faqat bu narsa. Agar urganimizda men davno tezroq buni ham olib tashardim, buni ham keyingi o'yin o'ylayapman. Даже hujumda Jalolda olib tashlasam yoki yana hujumchi tashlasam yoki Abbosning o'rnigami yoki bu yarim himoyachilar o'rnigami yana aytib все в голове идет. Situatsiya, uni olib tashlasam buni qarayapman. O'yin, вроде бы o'yinga unaqa ular davleniya qilmayapti, что bizlar
katta kuch yo'qotyapti yo'qotyapti. degan narsa ham yo'qda, tushunasizmi? Kimdir charchadi ham unaqa ko'zga tashlanmayapti. Faqat endi kraylarda endi Alijonovni yoki bu tarafda chunki birinchi bo'limda ancha harakat qilishdi, ular hujumga ham deyarli hujumchi bo'lib ketdi. Hamma narsa inobatga olasizda. Shu o'shaning uchun prinsipi уже допасение еще там unaqa bo'ligidan mayli, уже не стал такой рисковать, уже под конец начал менять. Bo'ldi, almashtirishni boshladi. Bo'ldi. Hech anaqa joy emas. No, kechirasizlar, men bu komandani 2 yil olib ketmayapman yoki boshqa 2 kun bo'ldi ko'rganimga, men hamma narsani prochustvoy qilish uchun menga vaqtim deyarli 2 kun ham mana shunaqa o'tdi-da. O'zlaring bilasizlar, tayyorgarligimiz jarayoni qanaqa bo'ldi. Bittasi bolельщикlar o'zi muxlislar Qodirni orqasidan uni ustiga kimdir jarohatlarimiz buni ustiga oson keldi. Birinchi trenokada oyog'im og'riyapti deydi. Unisi deydi, bunisi deydi. O'zi zbordan oldin Aliqulov oxirgi o'yinda travma olyapti. Bu hamma tashvishlar chekkadan balkim bilinmashi mumkin. Bu hamma tashvishlar bizni tashvishi, murabbiylar tashvishi. Siz bitta narsa plan qilyapsiz, lekin bu ketyapti, uqdi. Bir kun qolganda uni almashtirish kerak. Bu qanaqa? Har bir futbolchini men endi taniyapman, ularda anaqasini potensiali qani, spravиться, не spravиться degan narsa bor-da. Eplay oladimi yoki qanaqa o'zini tutarmikan? Albatta trenirovочный protsess bor, albatta amaliy Qirg'izistonda ko'rsatish kerak, uni qilish kerak. Hamma narsa endi bu bitta odamga og'ir endi. Endi bu narsani hamma narsani siz kecha kunduzi rejimda aytaymi, qanaqa rejim? Mayli, trenirovka keldik. Допустим, kechasi 9da yaxshi iftorlik qildik, tam undan oldin teoriya bo'lsa iftorlik qildik, trenerga. Bu birinchi kun haqida gapiryapsiz. No, undan oldingi kunlar. Допустим, men endi soat saharligacha ishlaysiz, o'tirasiz, narezka qilasiz, yordamchi trenerim bor, u zadaniya berasiz, mana shu o'yindan olgan 3-4 o'yinni olamiz, analiz qilishni boshlaysiz-da, qayerda ularda minuslarni yoki nima orqali qilyapti, hamma narsani bu qilasiz, keyin saharlik qilasiz, undan keyin yana 1 soatcha ishlaysiz, chunki srazu uxlaysiz, soat 6-7da obedda turasiz. Shu bilan teoriya bor obeddan keyin, undan keyin trenerlar bilan mashg'ulot bo'yicha yig'ilasiz, nima o'tkazamiz, qanaqa o'tkazamiz, kim qilasiz, keyin iftorlik ketdingiz mashg'ulotga, mashg'ulotdan keldingiz, yana mana shu protsess tepasida o'tib ichidasiz, mana shu narsa bilan aloqadorsiz. Tashvish, o'yin, hamma narsa bu o'z-o'zidan basda. To'g'ri. Sizlar o'tirib, 5-0 bu o'yinda aytganda faqat yana 1-2 gol yetishmadi. Uni ham amallasa bo'lardi. Uralmadi, kirmadi yoki boshqa narsa. Bu faqat bu narsa. Lekin umuman ularga deyarli Qirg'izistonga imkoniyat bermaganimiz bu aniq va hamma har taraflama jabhada kuchli edi. Bu ham aniq. Ko'rindi-ku, keyingi o'yinda Qirg'iziston Qatarni yutdi 3-1. Osonroq, yaxshi raqib. Hech anaqa biz Eron ham qiynaldi, boshqasi ham qiynaldi. Biz Qatarga yutqizgandik vaholanki. No, это oson balkim gapirish, no, sizlar boshqa narsani esdan chiqarmas kerak. Kechirasizlar, men endi 2 kun, 3 kun bu jamoa bilan ishlayapman. No, это такое, no, уже keyingi o'yinga ancha уже men tanib oldim. Sizni chaqirganimizdan maqsad o'zi aslida biz futbolni boshqacha ko'ramiz. Muxlis boshqacha ko'radi, siz boshqacha ko'rasiz. Va o'sha bizda yig'ilib qolgan savollarga aynan sizdan reaksiya kerak bizga. Ya'ni, "Hey yigitlar, uzr, men 3 kungina bo'ldi, nima xohlayapsan?" degan reaksiyani ochig'iman kutgandim sizdan. Shuning uchun ham chaqirgandik. O'sha Ellar davom etavering. O'sha reaksiyaga monand tarzda, mana menda hozir yana bitta savol paydo bo'ldi. Bal qo'ydik-ku hozir. Qirg'izistonga bal qo'ydik. Men hali aytmadim balimni lekin. Hozir aytasizda. Bal 4 bal mana endi o'zim qo'ydim, lekin unda g'alaba qozonganmiz. Oxirgi o'yinda esa Eron bilan durang bo'ldi-yu, lekin men unga 5 bal qo'yganman. Nimaga desangiz, aka sizda hujumkorlik bor-da o'yinda. Katanyasda ozgina himoyaviy o'yin bor edi. Sizda qanotlardan hujum bor va menda shunaqa tasavvur paydo bo'ldiki, Masharipovni o'rniga qanotda Abbosni kirishi shu qanotni aktivlashtirdi va tezkorlik ko'payib ketdi. Abbosni ijodkorligi oshib ketib qoldi va mana shu sostav, shu tarkib menimcha optimal variant ekmikan degan Jalol olib tashlayin deyapti. Aylantirib yo'q, hech kimga aylantirib shunga olib keldi. Shaxsiy g'araz yo'q. Yo'q, Jalolning o'rni boshqa baribir. Jalol ham har bir futbolchini o'rni. Yo'q, shunday. Da, terma jamoada nizaminiy bo'lmas kerak. O'zi любой joyda futbolda har doim bu aniq pogovorka bor-da. San bas boshasi. Chunki
bu komandный vид sportda. jamoat Bir bor. kishiga bog'lanib turgan narsa yo'qda, chunki bunaqa ham bo'lmas kerak. To'g'ri, har birining o'rni bor, chunki Jalol bo'lsa, undan ham yaxshi, bo'lmasa albatta boshi qotadi, uni o'rniga boshqa chiqadi. Jalolni mas'uliyati yuqori bo'lishi mumkin, u foydaliroq bo'lishi mumkin. Ammo tonus bor, har xil tonus holat bor, bo'ladi. travma bor, o'sha aytgan желтый karta bor, boshqasi. O'shaning uchun siz bittasiga nadejda qilib o'yin qurish kerak. O'yinchilarni tashlab ular bir narsa hal qiladi, bu yaxshi narsa, lekin umuman komanda o'yin bo'lsa, o'shanda sistemli bo'lsa, har bir futbolchi tushib, u narsani tushunib harakat qila oladi. Doim zaxira varianti bo'lishi Da, kerak. O'rniga chunki- o'rin. Hozir men qanaqa situatsiyaga tushib qoldim? Bu o'yindan oldin travma Aliqulov oldi, Oston keldi, travma Turg'unboyev travma, Nasrullayev travma, 4ta. da Va Erondan oldin Jalol o'ynamaydi. Jalol o'ynamadi, Beshinchi da qo'shinda. Nasrullayev vроде бы trenirovkada yaxshi edi, Pridigravo'da yana baribir bermadi, chiqib ketdi. Biz uje uni tushirarmiz balkim deb uje ana qilayotgandik, no bermadi yana. Ya'ni lekin men hech bitta joyda na anaqa gapirdim yoki no не то что Noliganim yo'q. noliganim shuncha o'yinchim yo'q, nima no to'g'ri so'rashdi. Menim da ularda o'rni bor dedim, ular bo'lsa yaxshi, dedim, bu terma jamoa ular bo'lmasa значит boshqalarga to'g'ri keladi o'ynashga va ular nasib bo'lsa yo'qligini bildirmasdan terma manfaati uchun borini berib harakat qiladi. Unaqa ham bo'ldi, albatta futbol bu, biz buni tushunishimiz kerak, hamma narsaga tayyor turishimiz kerak. Lekin har birining o'rni bor, Jalolning o'zining o'rni bor, chunki Jalol liderlarda baribir ta'siri yaxshiroq bo'ladi. Jamoaga. Da, ko'ryapsizlar, har xil situatsiya bor. Eron bilan Biz murabbiylar biz bittasiga tayanib hech qachon harakat qilishimiz kerak emas. Biz jamoaga tayanib harakat qilishimiz kerak. Eron bilan o'yindan keyin Katansiyadan intervyu olishdi. Chempionat Aziya. O'qidingizmi yo'qmi? O'qidim, da, eshitdim. Men sizga hozir deylik men Katanisman. Bitta joyda chiqsa, juda hamma ommaviyda Chiqadi. Chunki tarqalib ketadi. Nazarimda bu biroz shov-shuvli intervyu. Qisqa bo'lsa ham shov-shuvli. Ya'ni Temurni hech narsani o'zgartirmagani bilan tabriklayman va bu yutuq meni shtabimniki degandek ma'no. Men boyagi Elyor gapi to'g'ri shunga qarab kelyapti. Siz jamoa g'alaba qozonsa, bu Katanisning mehnati 70%, mag'lubiyat bo'lsa, ana Katanisni almashtiruvding, Kapadze nima qildi degan sizga to'g'ridan-to'g'ri ayblov. Endi Katanisdek odam sizni hech narsa o'zgartirmaganingiz uchun maqtagani bu sizga biroz alamli emasmi? Ya'ni siz o'zgartirdingiz. Meni o'zim fikrim bor. Men uni keyin yana qo'shaman. Nimalarda o'zgarganini ko'rdim men. Chunki men avvalgi milliy jamoada ishlagan Kapadzeni ham, Olimpiada jamoasida ishlagan Kapadzeni ham yaxshi taniyman. Uni o'yin uslubini bilaman. Lekin Katanisni bunaqa bayonoti ketgan odam. Men umuman tushunmadim bu nima. Endi mayli, yo'q. Endi sizlar sog'ligi joyiga kelibdi, yaxshi bayonot beryapti. Yaxshi narsalar gapiryapti-da. Albatta, men endi hozir albatta uni qilingan ishlari yoki boshqa uni hech kim inkor qilmaydi, hech kim qilmayapti, hammasi joyida. Lekin terma jamoa qiyin paytda eng oxirgi anaqasida mayli sog'lik deb boshladik, o'zini xohishi bilan o'zini anaqa qilib tashlab ketdi-ku bu narsani. Tashlab ketdi-ku, endi oxirgi pallaga kelganda, eng qiyin uchrashuvlar turganda sog'lik. Men o't o'chiruvchi bo'lyapman. Da. Hech kim uni haydagan yo'q yoki oxirgacha naborot turib berdimadi. Vaziyat shundan keldi. Rahbariyat ham boshi oxirgacha uni iltimos qilib, ishlab ber oxirgacha degan ana qilishdi. O'zi xohishi bilan eng qiyin pallada ketyapti. Mayli, sog'lik, hech anaqa bas shifo bersin boshqa narsa. Undan keyin trenerskiy shtabiga kelsak, men buni birinchidan odam sifatida, inson sifatida shuncha bilan harakat qildi, mehnat qilishdi 3,5 yildim. Hozir kelib bularda olib tashamay
degan birinchi Bir xayolim, insoniylik, insoniylik hayolimdan birinchi bu o'tdi. Mhm. Chunki ozmi ko'pmi baribir undan oldin ham Mehnat singan, to'qnashib kelardik, boshqa qilardik dedim. Keyin ikkinchi amil vaqtimiz kam dedim. Hozir kardinalni o'zgartirmay bolalar baribir o'rgangandim. Kelganda ham buni ko'radi, buni anaqasini aurasi bor yoki trenirovchi prosesda katta o'zgarish baribir o'sha razminkasi bo'lsin, u bo'lsin dedim. Yangi odam kelsa unga moslashish Hali endi u chunki 2 kunga keladi, hozir u nima ekan ana qilib boshlansaga o'tmasin dedim, что katta anaqa bo'lmasin dedim. Bu narsani u sразу xayolimdan o'tdi dedim. No, ketishdan oldin o'zi eshitdi, trening shtabni nima qilsin? Men Ravshan aka dedim, billa boring. Men borib ko'ray dedim. O'sha как раз hali bir hafta Qatarda zborimiz bor o'sha Iordaniyaga qarshi o'rtoqlar uchrashuvdan oldin. O'sha назначениyaga birga bordik Ravshan aka. Men ko'ray, qani nima ish olib borishyapti, qanaqa yondashyapti. Agar esi нормальный профессиональные относятся и хотят работать дальше, qaraymiz aka dedim. Kого-то надо, я своих всегда qo'shaman. Va hech anaqa joy emas. Shu bordim, gaplashdim. Xohishlarini bildim. Dedim, to'g'ri, endi Katansk ketdi, xohlasalaring dedim, shuncha ish baribir shu yerda ishlarlaring, mehnat qildilaring dedim. Men baqa qanaqadir katta o'zgartirish uchun kelmadim. Vaqtimiz ham yo'q dedim. Bor narsani dedim, yaxshi narsasini qoldirishimiz kerak, qo'shiladigan narsani qo'shishimiz kerak. Nima yana ham yaxshiroq, kuchliroq bo'ladi degan ularga ham buni fikrimni bildirdim. Gaplashdik, trenirovchi prosesda ishladik, trenirovkada qani nima qilishyapti. Menga tezda adaptatsiya uchun ham kerak edi. Qanaqa talablar bor edi. Chunki himoyada nima qilayotgandi, o'zi o'yinga qanaqa tayyorgarlik ko'radi, soperniklarda qanaqa izuchat qilishyapti. Ozmi ko'pmi shuncha yildan beri baribir informatsiyalari bor edi. Men u informatsiya menga kerakli narsalarda. Shtab sizga, siz shtabga kerak edingiz. Da, xuddi shunaqa. Bu hamma amillar bitta anaqada. Men to'g'risini aytsam, hozirgi kunda ular aytaman nimaga javobgarlik. Trenirovchini prosesda razminkasi podvodyashi, основной taktik hamma narsani o'zim qilaman. Nazariya sizda. Da. Nazariya ham o'zimda, teoriyaga ham o'zim tayyorlayman, kerakli narsalarda. Taktikki ham o'zimda, hamma narsa oxirgi o'sha pallada nima taktikki komanda bittasi, qanaqa hujum qilamiz, qanaqa kombinatsiyalar qilamiz, nima hamma narsa o'zimda. Ular nima qilyapti? Ular faqat o'sha trenirovchini razminkasini qiladi. Podvodyash o'sha kvadratlarni. Bo'ldimi? Bo'ldi, nima qiladi? Shuning uchun 5 kishini ushlab o'tirish shartmi? Ya, men men sizlarga yana bitta, men o'zi 2 kishini ham qoldirsam bo'lardi. O'zi 2 kishi edi, ishlayotgan, qolgani tak yordamchisi edi. O'sha Martin bilan Alish, который hamma prosesni olib boradi. Trenirovchini ham hamma trener. Qolgani endi Vlado bor, no anaqa Nihatu, Varatar, ularda ham albatta Varatarlar, trener anaqa o'yinchilar bilan ham gaplashdim, darvozabonlar bilan har bir bilan suhbatlashdim, nima deysizlar, yaxshimi, podxodi qana, chunki o'zining komandalari bilan ham boshqa Varatarlar, trenerlar bilan ishlashadi. Bilib, surishtirib, yo'q, mamnunmiz deyishdi, chunki hatto ham variant bor edi, kimdir hamma narsani solishtirib, gaplashib, o'shdagi insonlar bilan ichidagi hamma narsani ko'rib ana qildim. To'g'ri, o'sha Vlado bo'lsin, допустим, no какой-то maslahat berishi mumkin. Uni anaqa kendim to'xtadim. Diskomfortni buzmaydim. Ishlarsin dedim. Mayli, birinchidan yaxshi ketyapti. Odamni ichida eshitma qolmasin dedim-da. Ishlarsin, mayli, hozir buni olib tashlashdan bularni anaqa bo'lmasin, muhit yaxshi bo'lishi uchun, muhit buzilmasligi uchun, muhit ko'proq bo'ldi. Hech anaqa joy emas. Yoki men ulardan qanaqadir to'g'ri, qanaqadir informatsiya bala olasiz, lekin men ulardan qanaqadir hozir ular bo'lmasa, men hozir kerak bo'lsa ularni olib tashlab boshqasini qo'yib, xuddi menga razminkaga boshqa narsa 2 kunga 3 kunga любой anaqa ham kerak bo'laveradi. Va hech anaqa muammo joyi yo'q. Muhit holatni o'sha saqlash uchun. Taktik sistemasini boshqa o'sha ko'p narsa, chunki balkim o'zgartirish uchun vaqt ham yo'q. Birinchidan taktik to'g'ri o'sha 1-2 kun qilasiz, lekin trenirovkada u situatsiyani sozdавать qilishsin, lekin o'rtoqlar uchrashuvda yana bir ko'rib qolsangiz undan ham yaxshi. O'yinlar o'zi ko'ryapsiz, напряженный va o'shaning uchun единственный men qilayotgan narsam bolalarga himoyada ham qilayotganda bu himoyani ham pressingda qanaqa qilsak bo'ladi, pressingga qanaqa chiqsak bo'ladi, qaysi momentda chiqqanimiz yaxshi,
agar kirsak qatgacha tushsak bo'ladi. Tushsak ham qanaqa tushishimiz kerak? Chunki himoyada ham, даже himoyalayotganda ham man undan oldingi o'yinlarda baribir razbor qildi. Eronga ham tayyorgarlik ko'rayotganda qaranglar, ikkita uchrashuvimiz bor. Bittasi uyda, bitta выездagi oxirgi uchrashuvlarimiz bor. Hammasidan oldik. Ko'rsatdim bolalarga, qaranglar, to'p biz mashq himoyada ikkinchi zonada bo'lganimizda bular ko'pincha nima qilyapti? Orqaga tashlashi ham bordim. Tashamasiz между liniyani beradi, oporni olsa buni qiladi. Har bir jabhani bolalarga tushuntira oldim, ko'rsata oldim primerda. Biz nima qilishimiz kerak, nimadan kutishimiz kerak, qayerda bekitishimiz kerak, qayerga ularni yuborishimiz kerak. O'shanda kamroq bo'ladi aniq imkoniyatini. Nimani kutishimiz kerak? Pressingga borsak, qayerda bekitib borishimiz kerak, qanaqa borishimiz kerak. Bu hamma narsani lekin baribir va to'p bilan o'sha bu albatta trебованияsi unaqa edi. Men chunki ularning murabbiylardan so'rayapman. Qanaqa edi o'zi deyapman-da. Nima o'ylagansiz? Da, yo'q, bizda risk oldi tepor oldinga. Baribir anaqa bo'ladi. Shunaqa tilman. To'xta deyapman. Tepish problem emas, lekin organizatsiya bo'lish kerak. Хорошо, tepish bo'lsa, значит yana o'yinchilar olib chiqish kerakmi? Tepishdan oldin kimdir bo'lish kerak. Ya'ni men даже o'yinda razbor qilyapmiz. Ana qaranglar bolalar, хорошо, oldin tepdi. Bular 3 kishi nima qiladi? Qolgan biz 7 kishi orqadamiz deyapman-da, 2 ta oporni, 3 ta zashni, yana ukrainlar ham tepa bas, pastroq deyapman. Хорошо, bo'lmasa shunaqa bo'lgan Katanis. Ya'ni men deyapman, to'xta deyapman. Bo'lmasa deyapman, sizlar qanaqa biz ataka qilamiz deyapmiz-da. To'pni qanaqa ishlaymiz? Yoki axi borganda qanaqa podbor qilamiz, barba qilamiz. Sen baqa olib chiq deyapman, sen teparoq tur deyapman. Kombinatsiya deyapman, sizlar baqa ochil, ber. Tepganimizda даже bu situatsiya tepsang ham qara nechta o'yinchimiz уже batda deyapman-da. Уже bizda imkon bo'ladi. Imkon boroться, o'shda zацепиться, o'zi podbor uchun уже imkoniyat deyapman-da. Yo'q, variant berasiz-da. Qara, olasan, sen bu tarafda tursang, sen baqa ochilsan, sen teparoq tursang, уже bular ikkilanadi. Chunki la partnyor o'yin yo'q. La partnyor sen ochilsang, buni bo'shatasan. Bu agar bunga bormasa, senga qolsa, значит bu bo'shaydi. Agar bu bo'lmasa, batta zona ochiladi, qaqadir bu yuguradi. Уже 3 ta variant, 4 ta variant, даже oporni ham bor-da. 4 ta varianting bor уже. Yo'q bo'lsa, qaytib varatar bilan o'ynasang bo'ladi. Lekin anu variantda esa bitta variant bor. Да, ну это такой момент, потому что и вот mashu pallada o'sha Eronga tayyorgarlikdan ham boshlasida ham shuni ustidan ko'proq ishladim. Milliy jamoani ko'rib bordingizmi? Biz hamma o'yinni shunaqa o'ynadik. Men o'yinlarni Sizgacha hamma o'yinni shunaqa o'ynadik. Xuddi shunaqa. Bularda ikkinchi zonaga o'tdi, ularning xatosini kutish. Bersa, endi har xil vaziyatda albatta o'xshasa, bo'lmasa kutamiz. Yoki qaysi epizodlar, o'sha переходной, o'sha olganimizdan keyin tezda ataga chiqish ehtimoli. Da, epizodlar bor, yaxshi epizodlar bor. Bu ko'proq individualniy, ko'proq taki statistika, ana o'sha situatsiyadan chiqib kelayotgan. Situatsiyadan o'sha kelib chiqayotgan. Vaziyatdan, o'sha vaziyatdan, chunki individualniy kuchli futbolchilarimiz bor, hal qilishadi yoki boshqa narsa. Amirliklarga bitta penalti golni urib yutdik-a. Qirg'iziston bilan Ostonni harakati evaziga individual, Eldor bilan Oston gollariga evaziga yutib keldik-a. Shularni ko'rdingiz-ku hammasini? Yo'q, ko'rdim. Bolalar prinsipi iroda tarafdan ham, har taraflama bu bilan yashashdi, harakat qilishdi, ularga vashya aniq yo'q. Meni vazifam ularga yana ham osonlashtirishdi. To'p bilan, chunki to'psiz osonlashtirishdi, chunki to'p bilan ozgina ishlasak, birinchidan ularga narigi raqibga qiyinroq bo'ladi, chunki hujumchilar определенный ish qilish kerak to'p olish uchun. Bu tarafdan organizatsiyonni oldida qanaqa nima qilsak bo'ladi, pressingda nima qilsa bo'ladi, mashg'ulotlarni qo'shishga harakat qildim. Xudoga shukr, nimadir qo'shdik. Ancha baribir organizatsiyadan ozgina qo'shdi. Qaysi kamera? Mana shu kameram menga ishlayotgan. Temur aka, gapingizni bo'ldim. O'sha Katanisni Temur hech narsani o'zgartirmagani bilan tabriklayman deganga mana hozir atroflicha javob bo'ldi. Juda katta o'zgarish bor o'yinimizda. Bitta Eron bilan o'yinda men jamoani Kapadze jamoasi ekanligini bildim. Agar hozir men yana qaytaraman, boshqa podkastda ham gapirgandim. Katanis Eronga qarshi jamoamizni olib chiqqanida biz yana o'sha futbolni ko'rgan bo'lardik. Ha, jamoa o'sha, futbolchilar o'sha, tarkib o'sha, hech narsa o'zgarmagan. Lekin o'yin o'zgargan. Murabbiyni o'zi tushuntirib beryapti va bu o'yinni o'zgarganligini ko'rish uchun bir mutaxassis bo'lish shart emas. O'yindan zavqlandik o'sha kuni. Garchi 2-2 bo'lsa ham 5 baholi tizimda Elyor bekorga 5 qo'yib yotgani yo'q o'yinga. Biz g'alabali o'yinga 4-3 qo'yyapmiz, lekin durangli o'yinga 5 qo'yyapmiz. Misol uchun, mayli chetdan muxlis sifatida ko'rgan. Biz muxlismiz. Mutaxassis esa bugun gapiryapti mana.
o'sha gap. Jozibali Xullas, o'yin bu. da Bobur aka qarangda, men o'zi o'yindan oldin ham biz maksimal endi bolalar g'alaba qozonishimiz kerak, minimum bitta nechani olib ketishimiz kerak. Boshqa narsa nechun ustroydi. Eronda? Eronda. O'zi vazifa shunaqa edi. G'alaba uchun o'ynaymiz dedim. Da balans bo'lish kerak. Qanaqa himoyalanamiz, kerakli paytda qanaqa hujumga chiqishimiz kerak, qanaqa pressingga borishimiz kerak, hamma narsani o'sha 2-3 kun ichida bolalar bilan teoriyada o'tirib, обсуждение qilib, trenirovочный protsessda ozgina bo'lsa ham o'sha situatsiyalar sozdovat qilib, yana teoriyada o'tirib, обсуждение ularga savol berib, o'yindan oldin ham nima qilsak, qaranglar bolalar chiqsalar agar endi ichlaringda anaqa hissiyot kuchga bog'liq narsa bor. Da, men aytishim mumkin, faqat men anaqa. Yo'q, bolalar. Agar chiqsalaringiz, значит, bunaqa chiqinglar doim. Bu sistemada Sovuq boshdan chiqib, mabodo o'tsa ham sразу bu tarafga tushinglar, baqib bekitinglar. Ikkinchi zonada ham balans bo'lish kerak. Himoyalanishni ham bilishimiz kerak, himoyalandik ham kerakli paytda, hujumga ham chiqa oldik ham, pressingga ham bora oldik ham, hamma narsa balans bor edi o'yinda. Lekin birinchi taymda Azmundan 2-3 zarba o'tkazib yubordik-da. O'tkazdik, но kechirasiz, мастерство есть мастерство, есть у них хорошие игроки, которые могут использовать. Но если мы бы дали еще больше им этого, они бы еще больше сделали. Да, u kamchiliklar bo'ldi. Azmun bilan Tarimbidan kutganmidingiz shu narsani? Конечно, Tarim o'zi undan oldin o'yinlarda ham razbor, eng apasni o'zi Tarim. Paslar hammasi undan ketadi. Azmunning o'ziga yarasha u ham tez. To'p bilan ham yaxshi, stenka orqali silliqda yaxshi. Keyin 6-raqam bordi. Undan oldin o'ynamadi, o'rtada o'ynadi. U ham juda anaqa, u Emiratda o'ynadi. U ham paslarini mana shu razrizaga zo'r beradi. Kimdir Izzatulloh emasmi? Da, Izzatulloh. Da, u ham men qarayapman-da, kim orqali v основном anaqa bo'lyapti. O'yin olib borilyapti. Hamma narsani o'rganib chiqib bolalarga gapirib qaysi situatsiya undan oldingi o'sha situatsiyalar qayerda ular kirib ketgan, nima biz xato qilganmiz, qaranglar. Eldor san Atapornidan Zashniga sразу chiqsang, bular tayyor bo'lmasa, Aporni orqali Aporni olsa bo'ldi davom bolalar. Это уже qiyin narsa, chunki bundan sразу o'yinchilar Zashni orqasiga yuguryapti. Tashlash ehtimoli bor davom. Variantni qarang. Tashlamasa, Zashni по-любому unga reaksiya qiladi, o'rta ochilyapti. Atda ham, chunki o'rtada 3-4 ta futbolchisi bor-da. U Zashnilar bo'lsa, yana kraynilar ham kiryapti, ikkita napadachi, Tarimibatda 3 ta yoki 4 ta futbolchi bor-da. Bu olsa, sразу 2 kishi nabirat qilyapti. Ibatda 2 kishi bo'sh qolyapti. Orasidan yaqini bitta beryapti, razorat bo'lyapti, sразу atak ketyapti. No, ko'p momentlarda futbolchilar bilan o'tirib, gaplashib, qaranglar, bu situatsiyada sen chiqsang, sen страховкадаsan yoki sen batta страховка qilsang bo'ladi yoki bunga sразу beringlar, olmasan, krayga yuboringlar. Krayga yuboringlar, и sразу o'tiringlar. No, понятно, qaysidir situatsiyada bir ikkita situatsiya o'tdi, и liniylarda qaysidir momentlar o'tdi. Qolganida в принципе справлялись. Ikkita golni deyarli bir xil o'tkazdik-a. No, bir tomondan out, o'zimizga bitta o'zimizda zabros. u ham в принципе Zashnilar uni amallasa bo'lardi. Outdan ham xato qildik. Mayli, out bo'lgandan keyin Alijonov Hojik tezroq bor. Vaqt berdi, unga spokойно qaradi, tashladi. Atda ham Azmunga ham yaqinroq borsa bo'lardi, kim Abduqodir borsa bo'lardi, tezroq borsa bo'lardi, reaksiya bildirsa bo'lardi. Undan keyin u pas beryapti Tarimiga, Ashurmatov turibdi, u ham tezroq reaksiya bildirsa bo'ladi. Такой momentlarda, где мы могли бы эту реакцию сделать. Keyingi situatsiyada ham, в принципе, gol qo'yib o'rganimizda ham, в принципе, barbada bo'lgan. Albatta, atda ham bor kamchiliklar, blokka o'ynasa bo'ladi, kutib turish kerak emas, sakrash, ular ko'proq sakrash ehtimol. Kimdir blok o'ynasa osonroq bo'ladi. No, это момент, который har o'yinda baribir kamchiliklar chiqadi, nimada ishdan uni ishlanib, borib qanaqadir optimalligiga kelaverasiz-da. No, o'yin har chunki raqib jamoa, ular ham xato qilishga undiradi biznikilar. Biz ham ularda ham xatolarni ko'rsatishga, da, xuddi shu. Tarimiga personal o'ynash hech kimga yetmaganmi? No, aqlli futbolchi, unaqa u ketadi. Simulyatsiyalar ham da, он действительно очень bu tarafdan anaqa aql tarafdan ham, texnika tarafdan ham bekorga Interda ham yaxshi. Unga o'zi aniq nuqta ham berilmagan, adashmasam. Da, u просто bunaqa situatsiya. Ikkinchi golda ham qo'liga tegib askok bo'ladi. Bu ham katta savol-da, chunki qo'liga tegib, bizniki tep urayotgan joyda, chiqarayotgan joyda qo'liga tegib выгодный положениyaga tushib qolyapti. To'p yo'nalishi o'zgardi. Такая situatsiya. O'shaning uchun 2-1likda Abbos urganda situatsiya уже bo'ldi, o'zgarardi, все, уже tugardi menimcha. No, mayli, nasib, hech anaqa emas. Biz в принципе o'ynadik, oxirigacha kurashdik. Qo'rqish, bunaqa tuyg'u bo'lmadi futbolchilarda ham, chunki nastroy ham, o'yin oxirida balans ham, da, ya'ni ular o'yin hisobni ushlashga o'ynashdi. Xuddi shunaqa, o'shaning uchun
yaqin edik, rostdan ham yaqin edik g'alaba uchun. Birinchi gol nima Prosta o'ylanmadi? 83 ta anaqa. Birinchi golimiz. Shu haqda o'ylaganmisiz? Eldorni tashlab berishi prosta odam ko'p joyga vыбив bo'lyapti, Eldor yutyapti, yetarlicha o'yinchimiz bor edi, yugurayotgan, imенно shtrafnoy ichiga. Qanoti. Uni oldin yetishmay turadi. Ayrim situatsiyalarda bizda ko'proq hujumchilarimiz shtrafnoy ichida bo'lganda, ko'proq atakada bo'lganda har doim yaxshi chiqardi. Uni oldingi analizga. Qayda bitta Eldor faqat kraydagi bitta bo'lsa, Oston naryoqda bo'lsa, hech nima o'xshamasdi bizda. Faqat mana shu oldinga tashlagan foydasi yo'q. O'shaning uchun bu tarafdan qo'shishga harakat qildik. Hamma balansni qilishga qanchalik ulgurdik qildik. No, Xudoga shukr, baribir yomon bo'lmadi. Menimcha o'yin ham yaxshi bo'ldi. O'yin Eron ham bo'ldi. Balkim kutilmagan bo'lishi mumkin. Ular uchun ham pressingda ham qilganimizda ular ham dovdiradi situatsiyalar bo'ldi. Ular nishonlagandan sezsangiz bo'ladi aka. Taka o'shaning uchun mayli, bu nasib, Xudoga shukr, prinsipi 1 ochko bo'lgan bo'lsa ham 1 ochko oldimizga по-любому даже yutganimizda ham baribir 1 ochko olishimiz kerak. Bog'liq bo'lardi. Ko'p bitta ochko olishimiz kerak. Ko'p joyda musohaba bo'layotgan savol. Biz bugun Erondan kuchlimizmi? Biz bugun Erondan ayrim jabhada kuchli bo'lishimiz mumkin. Ularda ham yaxshi futbolchilar bor, bizda ham yaxshi futbolchilar bor. O'shaning uchun agar biz tengma-teng o'ynayotgan bo'lsak, hozir bir xil o'yindamiz. Bir xil daraja. Chunki bizda hozir Xudoga shukr yaxshi o'yinchilarimiz, top o'rinda o'ynayotgan futbolchilarimiz bor. Ularda ham bor. Yo'q emas. Jismoniy balkim ularda ustunlik bo'lishi mumkin, bizda zaifroq bo'lishi mumkin. Individualniy qanday texnikada bizda ham kuchli futbolchilar bor, ulardan ko'proq bizda ko'proq bo'lishi mumkin. Bu bunaqa moment. O'yinga umuman olganda albatta jamoaviy o'yin qanchalik yaxshiroq qo'ysak, biz kuchliroq bo'lishimiz mumkin. Shu agar biz har bir raqibga qo'yib bersak, albatta Erondagi raqib bu narsadan yaxshiroq foydalanadi. Lekin biz o'z o'yinimizni ularga bermasdan o'z o'yinimizni ko'rsatsak, albatta biz ulardan ustun bo'lamiz. Va ayrim jabhada bu narsa ham ko'rsatdi. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Endi oldinda yana ikkita o'yin bo'ladi va birinchi o'yinni o'zida hal qilsa bo'ladi. Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi 5-iyunda va unda aka durang natijani o'zi ham bizga yaxshi imkoniyat beradi. Durang natija allaqachon amirliklarni chiqarib yuboradi va biz chiqamiz. Lekin mana shu durang natijaning yaxshi bizga ta'sir berishi, ya'ni yetarli ekanligi, bolalarni qandaydir xotirjamlikka olib qo'yishimiz mumkin. Xotirjamlikka olib borish kerak, ba'zi olib bormaydi ham. Eronda ham balkim kimdir durang bo'lsa ham 1 ochko ham yetarli deyishi, balkim undan oldin prinsipi Katanis paytda ham buni uyatmasdan ham gapirishardi. Durang ham bizga yetadi yoki boshqa degan narsalar eshitganmiz. Bo'lgan. Unaqa narsa yo'q. По-любому g'alaba uchun harakat qilamiz. Kamida durang bo'lsa, undan xursand bo'lamiz. G'alaba uchun biz urra ketdi degan narsa yo'q-da. O'yinda balans bo'lishi kerak. Hamma narsani qachon hujum qilsak, biz bilishimiz kerak, qanaqa hujum qilganimiz yaxshi. Qanaqa manyovrlar qilsak bo'ladi, nima nozik joylari bor. Himoyalansak ham qanaqa himoyalanishimizni bilishimiz kerak. Pressingga borsak, qanaqa pressing qilishimiz kerak. Hamma narsani bolalar tushunish kerak. O'yindan kelib chiqib, chunki dinamikasi bor. Strategiya olamiz. Qachon himoyalanamiz, qaysi paytda hujum qilsak bo'ladi, qaysi paytda pressing qilsak bo'ladi. Hamma narsa o'rganib chiqilib harakat qilinadi. Batda hech aniq joyi yo'q. Kutib ular necha qilishimiz kerak, urib qo'yib, futbol chinda kirib ketsa-chi. Yo'q, biz harakat qilishimiz, biz urishimiz kerak. Necha o'zi. Iyungacha sizda imkoniyat bor. Orada bir yig'in o'tkazsangiz kerak, legionerlarsiz bo'lsa ham. Yo'q, endi unga imkoniyat yo'q. Qanaqa chempionat ketyapti razgarda, hammasida uni mahalliy futbolchilarni faqat o'yinlar orqali faqat ertaroq yig'ish ehtimol bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Undan tashqari albatta iyun oyida issiq paytga to'g'ri kelyapti. Uni ham inobatga olishimiz kerak. Vizda bo'ladi. Hattoki amirlikda влажность baribir bizni issiq bilan farqli, namlik ko'proq bo'ladi. Uchinchisidan hozir murabbiy almashgani ham bu ham albatta qolgani yaxshiroq edi biz uchun, chunki deyarli uni
o'yinlardan o'rgansa bo'lardi. Da, hozir Endi hozir yangi murabbiy bilmayman da qanaqa keladi, nima taktika o'ynaydi, qaysi o'yinchilar o'ynaydi, lekin mahalliy bo'lsa kerak ko'proq. kim bo'lishidan qat'iy nazarda bizga baribir tayyorgarlik uchun kim bilan o'ynashingni bilmaysan-da. Da, qanaqa o'ynaydi, qaysi futbolchilar o'ynaydi. Uni nechta o'yin o'ynaydi, o'zi bilasizda. Qaysi taktikada o'ynashi mumkin, nima qilishi mumkin, qaysi o'yinchilar o'ynaydi, kimga ko'proq imkoniyat beryapti, nima orqali o'ynayapti. Buni albatta analiz qilib bila olasiz. Lekin hozir bu ham bor bu situatsiya. Shuning uchun biz har taraflama tayyor bo'lishimiz kerak. Har bir taktikaga ham biz o'zimiz o'yinimizga ko'proq urg'u berishimiz kerak bo'ldi. Qarang, Katanes davrida ham jamoatchilikka bo'lgan savollar hozir ham kelyapti. Shaxsan o'zimga ham qiziq. Chunki men juda bir yaxshi informatsiyaga, ma'lumotga ega emasman. Ko'pchilik Aziz G'aniyevni so'raydi tarkibga. Jasur Yaxshiboyevni so'rashyapti. Bobur Abduxoliqovning asosiyga chiqarilmasligini so'rashyapti va Igor Sergeyev qanaqa holatda, bizga hujumda bir rang-baranglik bo'lardi va hokazo. O'zi boshqalarni kuzatyapsiz. Albatta kuzatyapmiz. Nimaga kuzatmaysiz aka? Rashid Inspektor ko'pi bor, hammasini kuzatasiz, qaraysiz, o'yinlarga borasiz. Har bir tochkaga baribir xohlaysiz-da, chunki tushunib turibsiz, ertaga kimdir travma bo'lishi mumkin, kim o'rnini bosishi mumkin, kim osiy bo'ladi. Ham bittalab o'tamiz. Aziz qanaqa holatda? Qaysi? G'aniyev. Da, prinsip o'yinlarini ko'rdik. Вроде нормально. Опять же, uning uchun vaqt kerak. Men hozir o'rtoqlik uchrashuv bo'lganda aniq chaqirardim. Чтобы ko'rish uchun. Unaqa imkoniyat yo'q. U ham bor edi, o'zi aboymada bor edi. Bizni sistemaga baribir ikkita tayanchli himoyachi. Bu sistemada ozgina boshqachada. Agar 4-3 o'ynasangiz, unda Aziz bo'ladi. Aziz bo'lishi mumkin, tam oldinda shu Iskanderov ham ishlasangiz bo'ladi, boshlarda ham. Ikkita tayanch himoyada ko'proq harakat qiladigan-da, hujumda ham qilish kerak yoki bu ikkita faqat o'yinchi baribir boshqa sxemada himoyalanishni yaxshiroq biladigan, o'shaning uchun batda o'zini yarasha narsalari bor, o'ylab chiqasizda. Qani bu kim ko'proq keladi? Buri bilan Mazgovoy ko'proq to'g'ri keladi. Hamma narsani bu sistemaga kim to'g'ri keladi, shunga qarab ish qilasizda. Jasur formada bo'lsa chaqirilardi. Chunki bu yerda o'sha Qatarda bo'lganimizda keldi, formada bas, yig'im o'tkazmagan, lishniy vesi bor. Lekin biz uni talantliligini biz yaxshi bilamiz-da. Agar u o'ziga ishlasa, mehnat qilib formada bo'lsa, albatta yaxshi formada bo'lsa, nimaga foydalanmaymiz? Yaxshi foydalanamiz. Sergeyev ham formada emas. Sergeyev ham endi travmadan keyin biz ham kuzatdik-ku, baribir tonusda bas. Olib kelganimiz bilan bizga o'yinchilar tonusdagi o'sha любой momentda chiqib ana qilishim kerak-da. O'shaning uchun batda o'ylanadi, gaplashiladi, murabbiy shtabi bilan o'tiriladi. Treninglar bilan o'tiriladi, absuzat qilinadi. Bu pozitsiyada nima deysizlar? Ikkilanayotgan joy bo'lsa, ikkita variant bu bor. Nima deysizlar? Eshitasiz. Qani buni fikri qanaqa, buni fikri oxiri o'z xulosa chiqarasiz. Hujum tugatib qo'yamiz. Hujumchi masalasida boshqa variantlar ko'rmayapsizmi? Ya'ni hujum chizig'ida toza hujumchilar yetishyapti. Ko'ryapsiz, nimaga ko'rmayapsiz? Ko'ryapsiz. Hamma narsani o'zimizni o'sha Norchayev bo'lsin yoki boshqalari bo'lsin, hammasini baribir kuzatyapsiz. Qani chiqsin yaxshilari, naborot xursand bo'lamiz. Long listingizda bir 50 tacha odam bor ekanda-ya, katta. 60 ta. 60 ta. Ha, bo'ldi. Elyor. Himoyadan bitta narsani so'ramoqchi edim. O'sha to'g'ri jozibali o'yin bo'ldi, lekin dastlabki daqiqada, aka, bilamiz futbolda, men shunaqa tasavvur qilamanki, futbolning dastlabki daqiqasi bu murabbiyning vaqti, qanaqadir taktikalarni ishlaydi, 15-20 daqiqa keyin o'yinchilar yoki o'yindagi vaziyat baribir o'zgartirib buzib yuboradi va o'sha 15-20 daqiqada himoyada 3 talik bo'ldi, 3 ta himoyachi bilan o'ynadingiz. O'sha yerda sal qanaqadir tartibsizlik bo'ldimi? Bolalarda sal bir-birini tushunmaslik holatlari, bu balki hayajon bilan bog'liqmi? Bo'lmadi bas. Bu albatta hayajonim, baribir bosim ham o'ziga yarasha, keyin raqib jamoa ham, hamma narsa bir-biriga bog'liq narsalarda. O'sha azmunli vaziyatlardagi paytda bo'ldi. Chunki odam ko'pligidan bir-biriga ham xalaqit bo'lgan joylar bo'ldi. Bu narsani albatta ko'rdim ham. O'yin paytida bir narsa o'tdi. Futbolchi aytayapman, qayerdadir
shunaqa situatsiya tushasiz, siz undan oldin bilmaysizda bu situatsiyani. O'shaning uchun bo'ldi unaqa situatsiyalar, chunki raqib bunga ham aniq darajadagi, to'g'ri. Majbur qildi. Bu o'yinni bosimi, o'yinni nakali hamma narsa bir-biriga bog'liq narsalar. O'shaning uchun necha, в принципе, u situatsiyadan chiqib ketishdi bolalar, keyin ancha o'ziga yaxshi. Lekin mana hozir Yevropada shunaqa narsa bo'lyapti yoki ball qo'yishyapti futbolchilarga va mana shu o'yindan keyin ham ball qo'yishganda eng past ballni Abduqodir olgan ekan. Biz kutmagandik. Vaholanki o'yinda hech qanaqa qo'pol xato yo'q aka. Hech qanaqa qo'pol xato yo'q, lekin Abduqodirni balli past chiqqan. Endi boshqa. Bu Abduqodirda balki e'tibor beradigan jihatmi? E'tibor beradigan joy emas. Albatta, Abduqodir baribir anaqa gollar uni hududidan bo'ldi. Gollar uni zonasidan bo'ldi. Balkim u ham bor. No, в целом unga unaqa to'p bilan yoki boshqa endi ballar qaysi to'p bilan bunga berdi, unga u ham yig'iladi. O'yin paytida ko'proq o'yinda bo'lsa, unga kamroq ish tushdi. Bu o'sha agar himoyani olmasangiz, ularda to'p bo'lganda ko'pincha to'p bilan baribir kam muloqot bo'ldi kraylariga qaraganda. U ham balkim ta'sir qilishi. Это menimcha biz unaqa narsaga, например, unaqa narsaga e'tibor bermaymiz. Boshqa narsaga e'tibor Qodirni ham, hammasini ham nimaga qodirligini biz hammamiz yaxshi bilamiz. O'shaning uchun bu bizni qanaqadir yomon ekan yoki boshqa narsaga hech qachon unaqa fikrga hech aniq emas. Qodir bu hozir kunda buni hech anaqa absurdan qilish kerak. Siz futbolchilik paytingizda xoh klubda bo'lsin, xoh milliy jamoada sizdan kattalar bo'lgan-ku o'sha paytda. Nafaqat futbol bo'yicha, o'z murabbiylar ham bir boshqa maslahatlar ham berib turishgan-ku, to'g'rimi? Bunaqa yurma, bunaqa yur, ichma chakma, boshqa. Misol uchun hozir internet zamoni, hozir kameralar zamoni masalan. Kuni kecha sodir bo'layotgan voqealardan bilyapsiz. Siz ham ertagindan Abduqodir kelsa, ukam, sal blogerlardan uzoqroq yur, akalaringdan o'rnak ol deb maslahat berib qo'yasizmi? Bu seni tonusingga, holatingga ta'sir qilishi mumkin. Yo'q, albatta beramiz. O'zi kelishidan oldin o'sha Meremi ham bo'ldi-yu, undan oldin o'zi Angliyadan telefon qilib, mana shunaqa 17ga mana shunaqa ham bor, tadbirim bor, qo'yib yuborsangiz yaxshi bo'lardi. Men to'xtadim. O'yinimiz o'zi 2 kundan keyin, balki 21-22 da qilarmiz. Как раз 2 kun o'sha восстановление. Aka deyapti, o'yindan oldin o'yindan keyin qoldirsam, xayolim o'yinda bo'lmaydi deyapti. Xayolim o'shanda bo'ladi, chalg'iyman. O'sha tezda o'tkazganim yaxshi, keyin o'yinga spokon tayyorgarlik ko'ramiz. Mayli dedim. Unaqa bo'lsa endi baribir o'zi yaxshiroq anaqa qildi. Mayli dedim, faqat imijimda anaqa qilgan. U ham chiqib ketdi hamma narsada. Undan tashqari ham, o'zi gastinsani yonida ham, atrofida ham yoki o'sha qaqa bormasa hammasi, mayli, buni albatta bu energiya oladi-da. Ko'z nazari bor-u, chalg'ishi bor-u, fikr anaqasi, hamma narsa albatta o'zi ta'sir qiladi. Uni yulduzligini tushunamiz. Hamma xohlaydi uni ko'rishni. Yo'q, o'zi bu narsa ham albatta undan energiya oladi. Har biriga gapirish, imkoniyat berish, ana qilish bolani chalg'itadi ham. Charchatib qo'yadi. Buni tushunib turibmiz. O'zbek tilida bari tarbiya bor-da. Unga ham yo'q deya olmaydi. Hammasiga ana qiladi. O'zi ham shunaqa inson, tarbiyasi ham, boshqasi ham bir tarafdan endi anaqa ham qilolmaysizda, bekitolmaysizda bu narsani, chunki birinchi shunaqa futbolchimizda, undan oldin ham Eldor ham bo'ldi, boshqa unga ham unaqa ahamiyat berdi. Bunga endi Cityga borgani baribir ko'p mulohaza bo'lgani uchun hamma kutdi-da buni. Meni qancha tanishlarim kelsa, rasmga bolalarim olib borib tushirdi, men to'xtadim. Men u bilan aloqa bo'laman, o'yin bilan. Iloji yo'q-da. Sekin bunga o'rganishadi. Ertaga yana kimdir chiqar boshqa qarashar. Balkim bu narsa bu yaxshi narsa, hech anaqa emas. Me'yorda bo'lgani yaxshi. O'yindan oldin baribir men murabbiy to'g'risida u anaqada мы должны это момент понимать, что ozgina buni ограничить qilib faqat o'yinga chunki keldi, vaqtimiz chiqdi. Bir hafta bo'lsa o'yingacha tushunsa bu boshqa gap. Navbatda bu momentlar bor. Mayli, birinchi kelishdi, hamma kutdi-da, uzoq kutdi. Inshaalloh keyingi safar o'sha unaqa bo'lmaydi. Yo'q, shaxsiy munosabatlari, to'y, boshqasi yaxshi, lekin men mana shu joyda murojaat qildingiz, aka, yana bitta shunaqa murojaat kerak-da mutasaddilarga, aka. Chunki oldinda bu katta vazifa turibdi-da. Bu ko'z tashlangan Timur akaga, butun jamoaga ko'z tashlangan va men u rasmini ko'rib
qo'rqib ketyapman-da. Uni rasm tarqalib ketdi-yu Abduqodir aka. Rasmlarida qandaydir ko'zlarida charchoq, charchoq. 20 soatdan beri yurgandek. Siz o'ylang, har chiqishda odamlar endi baribir gaplashasiz, bir narsa energiyangiz ketaveradi, chalg'iraverasiz, bir narsa bo'ladi, kimdir rasmga tushadi, u qiladi. Hamma yoqda internetda ochsangiz, hamma futbolchi baribir ozgina chalg'iydi bu narsadan. No, inshaalloh Qodir unaqa bo'ladi. Unga ham tushuntirdim, o'zi ketishdan oldin ham futbolda o'ylaysan, futbol bilan yashaysan. Bitta o'ringa chiqdingmi, o'rinda minimum shunda turishing kerak, undan ham kuchli bo'lishing kerak. Chunki butun O'zbekiston senga muxlislik qilyapti, sendan yana ham ko'proq narsa kutyapti va sen bilan faxrlanyapti. Faqat bo'ldi, boshqa narsani o'ylamang. Kimdir xafa bo'ladimi? Yo'q. Mana shu ishing bilan harakat qilgin, faqat shu bilan yashagin. Chunki yaxshi joydasan, yaxshi qo'llasan. Yana o'ssang bo'ladi, yana ham kuchli bo'lsang bo'ladi. Shu boshqa narsani, u ham bu narsani to'g'ri tushunyapti. No, baxt kelganda iloji yo'q, bu bo'lmadi. No, shunaqa anaqa. No, keyingi safar o'ylaymanki, yaqindagilar ham boshqa ham buni tushunishadi. Hamma yo'qqa olib bormasdan faqat imijimida hamma narsani qilish. Bu yerda agentlar, buni atrofida odamlarga ham ko'p narsa bog'liq. Hamma professional ishlasa, nasib bo'lsa yaxshi bo'ladi. Maqsadimiz bitta. Hammani maqsadi bitta. Faqat unga eltuvchi yo'llarda ora-sira kimdir bilib bilmay mana shunaqa xatolar qilib qo'yishi mumkin. Ammo keling barchamiz Timur Kapadzega, milliy jamoaga yordam beramiz. Mana shu paytda hamma harakatimiz va kerak joyda harakatsizligimiz bilan yordam berishni bilishimiz kerak. Bu o'zi har doim aytaman, o'zi muxlislarimiz, xalqimizga ham, chunki o'yindan oldin ham o'zimga ham, atrofda ham eshitaman. Duodamiz, faqat yaxshi niyatdamiz, olg'a biz sizlar bilamiz, bu juda katta bizga motivatsiya beryapti, kuch beradi, energiya beradi. Ularga hammasiga Alloh rozi, minnatdorchilik bildiraman va har doim aytaman, biz birga kuchmiz, bitta jamoamiz va ularni qo'llab-quvvatlashi, muxlis o'sha duoda bo'lishi bizga katta motivatsiya beradi, katta kuch beradi. Bolalarga ham o'zi o'yindan oldin aytdim, xalqimiz hammasi duoda, ota-onamiz duoda, qo'rqmanglar. Bizga katta kuch beradi. Va albatta har bir g'alabamizda, har bir anaqada bu hammamizning hissamiz bor bu narsada. Chunki sizlarda yaxshi energiyalaring futbolchilarga ta'sir qiladi, ular maydonda harakat qiladi. Bu zo'r narsa. O'shaning uchun hech qachon charchashmasin. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Faqat o'sha birgalikda mana shu qo'ygan maqsadimizga erishaylik. Inshaalloh erishamiz ham, chunki har birimiz o'ylaymanki, muxlislarimiz ham, xalqimiz ham, rahbariyat ham, prezidentimiz ham hammasi yaxshi niyatda, yaxshi bir maqsad yo'lidamiz. O'shaning uchun inshaalloh buni amallaymiz. Yo'llanma olganingizda yana bir kelasiz. Inshaalloh nasib bo'lsa. Elyor, Men bitta narsani xohlardim, aka. Bitta narsani xohlardim. Bu narsani hammamiz ko'ramiz, Yevropa futbolini ko'ramiz, kuzatamiz, taqqoslaymiz-da. Hozir Barselona eng barqaror o'ynayotgan bo'lsa, uni murabbiyi Flik o'sha noyabr oylarida chiqdi, adashmasam. Jamoani Bobur aka 3-0 holatida yutqizayotgan vaziyatga chiq. Shu holatda maydonda chiq va shu kayfiyat bilan o'ynagin deb tushurar ekan va hozir shuni hisobiga balkim jamoa barqaror o'yin ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Balki shunaqa psixologiya bilan o'ynatish. Endi biz murabbiy emasmiz. Biz shunchaki xohish istaklarimizni namoyon etamiz. Biz shunaqa jamoani ko'ramiz deb niyat qilamiz. Inshaalloh bo'ladi. Yo'q, hamma narsaga mantiqiy to'g'ri qarash kerak. Albatta. Hamma narsani mantiqiy oxiri bo'lishi kerak. Shuning uchun hammasi joyida bo'ladi. Mantiqiy yakun nasib etsa mana shu yerda iyun oyida yo'llanmani qo'lga kiritib nishonlaymiz birga. Kelganingiz uchun rahmat. Rahmat.